Hozirgi kunda O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari tizimida tadbirkorlik sohasini kadrlar bilan ta'minlash asosiy yo'nalishlardan hisoblanadi. Respublikamizda 2013-yildan boshlab boshqaruv kadrlarini tayyorlash dasturi O'zbekiston kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari rahbarlarining salohiyatini mustahkamlash loyihasi o'z faoliyatini olib boryapti. Mazkur loyiha yangi ish o'rinlarini yaratish nuqtai nazaridan kelib chiqib, biznesda inson kapitalini ta'minlash, malakasini oshirish va mustahkamlashga qaratilgan. Boshqaruv kadrlarini tayyorlash loyihasi O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi tomonidan muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilib kelayotgan loyihalardan hisoblanadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Loyiha menejment sohasida samaradorlikni oshirish maqsadida o'zbekistonlik menejerlar uchun treninglar tashkil etish orqali mamlakatda kichik biznes vakillariga amaliy ko'mak ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari, loyiha menejerlar uchun Yevropa korxonalarida malaka oshirish, ularning faoliyati va korxonalarda joriy etilgan innovatsiyalar bilan yaqindan tanishish hamda Yevropada biznes boshqaruvini o'rganish imkoniyatini taqdim etyapti. Loyihaning asosiy maqsadi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini samarali boshqarish salohiyatiga ega bo'lgan malakali tadbirkorlar va menejerlar sonini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va uzoq muddatli istiqbolda ularning barqaror rivojini ta'minlashdan iborat. Mazkur loyiha 2013-yilning avgust oyida boshlangan bo'lib, 2017-yilning fevral oyiga qadar o'z faoliyatini davom ettiradi. Bizning O'zbekistondagi asosiy hamkorimiz O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi hisoblanadi. O'zbekistonga tashrif buyurishimiz bilanoq mazkur tashkilot bilan faol hamkorlik qila boshladik. 2014-yilning so'ngida loyihaning menejerlar uchun treninglar deb nomlangan qismini yakunlab, o'zbekistonlik menejerlar uchun Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga malaka oshirish va Yevropada biznesni boshqarish, o'rganish maqsadidagi takliflarni tashkillashtirishni boshladik. Yevropa Ittifoqi kompaniyalaridagi trening va malaka oshirishlar jarayonida o'zbekistonlik menejerlar yevropalik hamkorlari bilan tajriba almashish, boshqaruvning zamonaviy usullari, Yevropada biznes yuritish madaniyati bilan tanishishlari mumkin. O'zbek kompaniyalari Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi hamkorlari bilan aloqa o'rnatish, shuningdek, raqobatbardoshlik va ishbilarmonlikni yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yevropa mamlakatlarida malaka oshirib kelgan menejerlar korxonalariga muayyan ko'nikma, natijalar olib kelishdi. Bugungi kunda respublikamiz oldida qishloq xo'jaligi, to'qimachilik mahsulotlari eksportini amalga oshirish kabi maqsad turgan bir paytda Yevropa bozorlariga chiqish va ular bilan hamkorlik olib borish juda muhim va dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, Yevropa mamlakatlariga tashrifni amalga oshirgan o'zbek kompaniyalari menejerlari ko'plab shartnomalar imzolamoqdalar. Ular orasida eksport shartnomalari ham mavjud. Qo'shma korxonalar tashkil etilmoqda. Bu ham qulay investitsion iqlim va salohiyatga ega respublikamiz uchun istiqbolli yo'nalishlardan biri sanaladi. Mazkur yo'nalish xorijiy hamkorlarimiz tomonidan ham yuqori baholanmoqda. Bundan tashqari, shuni qayd etish joizki, menejment, marketingning rivoji biz uchun yana bir istiqbolli vazifa hisoblanadi. Yevropa mamlakatlarida malaka oshirgan menejerlar yurtimizga kompaniyani boshqarish bo'yicha Yevropa tajribasini olib kelmoqdalar. Bu esa korxonani zamonaviy korporativ boshqaruv uslublaridan foydalangan holda boshqarishda juda muhim hisoblanadi. Bugungi kunga qadar bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Turli mamlakatlarda bo'lib qaytgan 70 dan ortiq ishtirokchilardan Yevropadagi hamkasblar bilan hamkorlikda ishlashni yo'lga qo'yganlar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Men Italiyaning kimyoviy korxonalarida malakamni oshirib qaytdim. Biz Sakal va Eurometallurgica kabi bir qator yirik zavodlarda bo'ldik. Loyiha zamonaviy jarayonlarni tushunish jihatdan men uchun juda foydali bo'ldi. Biz ikkita italyan kompaniyalari bilan bevosita aloqalar o'rnatdik. Ular ham javob tariqasida bu yerga tashrif buyurib, o'z vakolatxonalarini ochishdi. Biz ham o'z navbatida Italiyada o'z vakolatxonamizni ochdik. Modernizatsiya qilish va biznes yuritish normalarini joriy qilish orqali mahsulot ishlab chiqarish hajmini yanada oshirdik. O'zbekistonga qaytgach, loyihaning barcha ishtirokchilari boshqaruv texnikasi bilan tanishtirilib, olgan bilimlarini o'z korxonalarida joriy qilish ishlarini boshlab yuborishdi. Jumladan, loyiha ishtirokchilaridan biri italiyalik dizayner bilan birgalikda ish olib borib, hamkorlikda dizaynerlik mahsulotlarini tayyorlashdi. Shuningdek, ular Nyu-York shahrida bo'lib o'tadigan moda haftaligiga taklif etildilar. Men Italiyada malaka oshirdim. Tashrifimning birinchi haftasida Milan yaqinidagi Biella shahrida bo'ldim. Malaka oshirishning ikkinchi qismi Milan shahrida bo'lib o'tdi. Bu kabi treninglar nafaqat nomzodlarni tanlash jarayonidagilar, balki loyiha davomida o'z samarasini berayotganini ko'rsatadi.
Bu bizni keyinchalik ham hamkorlar bilan aloqada bo'lib, yangi imkoniyatlar topish, erishgan tajribamizni loyihaning boshqa ishtirokchilari bilan bo'lishishga undaydi. Loyiha ishtirokchisi, kompaniya direktori Umid Ahmedovning qayd etishicha, boshqaruv kadrlarini tayyorlash dasturi sharofati bilan Dveri Lux korxonasida avtomatlashtirilgan tizimni joriy etish rejalashtirilmoqda. Korxonamiz 2014-yilda tashkil qilingan bo'lib, ichki eshiklarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda eshiklarimizning 200 dan ortiq turlari mavjud. Eshiklarimiz ekologik jihatdan toza bo'lib, issiq va sovuq haroratdan xolis. 2015-yil sentyabr oyida Yevropa Ittifoqining menejerlarni tayyorlash MTP loyihasi bo'yicha Polsha va Italiya davlatlarining eshik ishlab chiqaruvchi korxonalarida malaka oshirib keldim. Bugungi kunda yurtimizda yaratilgan shart-sharoitlar, tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda 2016-2017 yillar davomida ushbu to'liq avtomatlashtirilgan tizimni o'z korxonamizga yo'lga qo'yishni asosiy maqsad qilib oldik. MTP loyihasi tashkilotchilari va O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tomonidan berilgan ushbu kutilmagan imkoniyat men uchun katta tajriba bo'ldi. Bu uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qayd etish joizki, boshqaruv kadrlarini tayyorlash dasturi loyihasi ishtirokchilarga Yevropa kompaniyalari bilan ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatish imkoniyatini taqdim etadi. 2015-yilning oktyabr-noyabr oylarida boshqaruv kadrlarini tayyorlash dasturi asosida Italiyaning Turin shahridagi AG3 va Ispaniyaning Madrid shahridagi Solar Technology Advisors kompaniyalarida malaka oshirdim. Malaka oshirish mobaynida kompaniyaning muqobil energiya manbalari bo'yicha boshqaruv tajribasini o'rgandim. Men tashrif buyurgan kompaniyalar gidroenergiya va quyosh energiyasi bilan shug'ullanar ekan. Ular mazkur sohadagi eng yetakchi kompaniyalardan sanaladi. Ushbu kompaniyalarda malaka oshirish men uchun ham, kompaniyamiz uchun ham juda samarali bo'ldi. Hozirgi kunda kompaniyamiz faoliyati yo'nalishini kengaytiryapmiz. Fotolitik panellar ishlab chiqarish bilangina cheklanib qolmasdan, qo'shimcha ravishda energiya audit bilan shug'ullanib, mikrogaz yo'nalishi bo'yicha ham ish olib bormoqdamiz. Hozirda Ispan kompaniyasi bilan muqobil energiya manbalari bo'yicha mutaxassislarni o'qitish uchun trening markazi ochishni rejalashtirmoqdamiz. Belgilangan vazifalar doirasida loyiha malakali tadbirkor va menejerlar sonining ortishiga hissa qo'shyapti. Bundan tashqari, o'zbek kompaniyalari Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish orqali faoliyatlari yo'nalishini kengaytirishga erishmoqda. Ishonchim komilki, mazkur loyihaning malaka oshirish bosqichidan o'tgan ishtirokchilar olgan bilim va tajribalaridan o'z tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yish va yaxshilash yo'lida foydalanadilar. Biz malaka oshirib qaytgan ishtirokchilarimiz o'rtasida aloqalarni faol tarzda o'rnatmoqdamiz. Ular birgalikda ishlab, tajriba almashishmoqda. Bu esa kelajakda loyiha natijalarining barqaror bo'lishini anglatadi. Umid qilamizki, boshqaruv kadrlarini tayyorlash dasturi loyihasi O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida biznes ko'prik yaratishga o'z hissasini qo'shadi.